Hammaga salom, sizlar bilan men Nodok. Bugungi videoda to'siqli olam ikkinchi qismini olamiz. Qani unda boshladik. Bizning uylik topshirig'imiz bo'ladi obsidian to'lish va bizning uyimizning ahvolini Yo, what the hell? Nima bo'ldi bunga? Chota baglar bor. O'yinga kirib chiqish kerak shekilli. Nima bo'lgan? Bu darak ko'chadi ekan. Bu mashala. Xo'sh, bu nima? Bu o'simlik. Bu o't ekan. Minecraft bug bo'lyapti menimcha bu karta. Hozir kirib chiqaraman. Bu yo'qolganidan so'ng uyim uchun ozgina achindim. Bu uy juda ham patchoq edi. Shuning uchun o'zimga rudalar, temir olmos ko'proq kerakligini bilib pastga tushib ketdim, ya'ni g'orga. 5 daqiqadan so'ng esa Minecraft bizni tushundi shekilli va lava chiqarib berdi. Yana tani o'zimizning oldida barierni ham ichidamas edi. Va men u yerga tushishga juda qo'rqdim, chunki u yer biroz pastroq, ya'ni balandroq edi men turgan joy. Va uyga ham bemalol tushdim va moblarga qaradim. U yerda hech narsa yo'q edi. Pastga boshqacha usul bilan tushmoqchi edim, lekin bo'lmadi. Shatda sakrab, mashalalarni qo'yib, ozgina jonimni to'ldirib ham oldim. Men u yerdan olmos topdim va ularni tezroq ko'lab oldim. Pastda qandaydir chuqur bor ekan, u yerga ham tushib ko'rdim va u yerda tuzukli hech narsa yo'q edi. Bu yerda esa ametistga o'xshagan shunaqa nomli blok bor edi va u yerda mening temir ham bor edi, ko'mir bilan birgalikda va men ularni tezroq ko'lab oldim. O'zimga suv kerakligini bilib, tepadan suv olib tushdim va bu fintni qilishimga ozgina shug'ullanishim kerak ekan. Va lavalarni obsidianga almashtirib, hammasini tezda oldim. Ajoyib, bizda topshiriq bajarildi. Endi tezroq 14 ta obsidian ko'layman. Topshirig'im oddiy suvsiz chelak olish ekan va suvni to'kib, uni qayta tinib oldim. Keyingisi esa olmos bran yasash. Obsidian 13 ta chiqib qoldi. Menga bir dona yetmadi va uni boshqa yerdan olib keldim va men uni qildim. Ya'ni olmosli aslaha yasadim va men portal qurishga qaror qildim. Qayerga qurishni bilmay, omborxona eshigini o'rniga qo'yib turib, keyin o'zgartirib qo'yishga qaror qildim. Portalni yoqdim va uning ichiga tezroq kirdim-da qidirishni boshladim. Ya'ni gazni. Keyingi topshirig'imiz gazning ko'z yoshlari. To'g'ri tarjima qildim menimcha. Ozgina glowstone va kvasga ulayganimdan so'ng ochiqlikni yo'lini topdim va u yerdan gazni qidirishni boshladim. Juda ham ko'p urinishlardan so'ng men buni baribir qila olmadim va ko'p yurganimdan so'ng qizil qal'ani topib oldim va unga kirishga qaror qildim. Bu yerda menga ozgina xalaqit berdi va men qizil qal'aga yetib keldim va u yerda wither skeletlar edi. Va mening asboblarim, ya'ni qurollarim kuchsiz ekanligini bilib, juda yaxshi qochdim va wither skeletni tushirmoqchi edim, lekin tushmadi. Uning kallasi yaxshi ishlar ekan, lekin mening ham yaxshi kallam borligini bilib, uni pastga tushirib qo'ydim. Ularni bir kun o'ldiraman degan holda. 676 soniyadan so'ng buncha qidirishlardan so'ng va men u yerni topdim va u yerda qurishni boshladim. Bo'laverib zerikib ketganimdan so'ng esa ozgina ferma qilishga qaror qildim, chunki meni ovqatim tugab borayotgandi.
Nezriga qaytib borganimda gaz bor ekan va uni o'ldirishga tushib ketdim. Va undan qutqilayotgan ko'z yoshlari tushdi va men uni oldim va ikkita topshiriqni bajarishga ulgurdim. Keyingisi esa Vizer skeletning boshini olish kerak edi va bu juda qiyin bo'lishini bildim. Va yana qizilxonaga qaytib bordim. U yerda ozgina blizlar bilan janglanganimdan so'ng jahlim chiqib ketib, umuman o'ynamaslikka qaror qilgan edim. Va boshqa ish qilishga qaror qildim. Masalan, uyni bitirish va ferma qurish. Kelinglar shularni qilamiz. Nezriga qaytib borib, blizlar bilan jangimda qisqa videosi. Kelinglar endi o'sha aytgan ishlarimni qilaman. Ya'ni keling, hazillashdim. Video cho'zilmasligi uchun videoni pauza qildim va uyni bitirdim va boshqa ishlarni ham. Mana sizlarga hozir mana uyimiz va mana bu omborxonaning eshigiga o'ylab palakni o'zgartiraman. Kelinglar uy bilan sizlarni tanishtiraman. Bu birinchi qavat, bu esa ikkinchi qavat. Bunga bu yerga yotoqxonani olib chiqib qo'yaman hali. Va bu yerda pastga tushib ketish uchun yaxshiroq qilib qo'ydim va bu yerda kichkina emas, yaxshigina ferma va bu yerda sandiqlar va unda narsalarim bor. Buni o'rniga saytganimda eshikni qo'yib qo'yaman hali keyingi qismda. Vizerni o'ldirdim, lekin u yerini videoga olmabman va olmos ishton yasadim. Sizlar bilan men Lodo bo'ldim. Xayr, 3-qismda ko'rishguncha.